Qo'shiqni yaralish tarixi qanday bo'ldi? Nima mavzuda bo'lyapti? Shular haqida qisqacha gapirib bersangiz. Har xil temalarga o'tdik, mavzularga. Aylanib qiyin bo'ldi-da, rosa qiyin bo'ldi bizlar uchun. O'ylanib baribir shu do'stimga keldik. Do'stim ikkini chiqaramizmi dedik. Bo'ldi, bosamiz dedi. Ha, adashmasam bu Osmon aka yaqinda mana konsert dasturingizda ham premyera qilingan edi. Bu qo'shiqni sevgi temasiga o'tdik, hammasiga o'tdik. Keyin konsertga ham 2 kun qolganda tayyor bo'ldi. Bo'lmasa qo'shiq ham qolib ketaveradi. Hozir klip ham mana shuncha vaqt olib kech qolib ketdi-ku. Konsertga ham 1 kun 2 kun qolganda tayyor bo'ldi. Bular bilan birinchi ijodim. Do'stlik temasi hech qachon o'lmaydi. Klipimizda shu bolaligidan boshlab 60 yoshigacha bo'lgan anaqa oraliqdagi bir do'stlikni ko'rsatyapmiz. Bir sirni ochaman. Menimcha Ulfatlar kinosini juda ko'pchilik yaxshi ko'rgan, mazza qilib tomosha qilgan ancha yillar oldin. Shu kinoni bir qanaqadir bir hissiyotini berib o'tamiz, xudo xohlasa.